Oho, balılar kepti. Merhaba ballarım, tamak pişti. Orasılap seherde Hemmimizni oygattı Hemmimizni oygattı Dadam apam mihriban Bek bu yasi micazi Bek bu yasi micazi Biz Baxtiyor aile. Balılarning opsi qaymoq çayga bek usta, hammadan bek o'xshaydi. Elbette o'xshaydi. Halilarning rahmati go'yochilar bag'vatdek hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz Şadiman aile Dadam izi tağdek açık yaman Apam tut ama mihriban Dadam apam yok çağda Öyle kılımız rasta Kılımız rasta Haliman Hey, muş kepsiz ballarınıza. Uma kızım Şadiye, kepsiz oğlum İlgarcan. Soğuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslanı qilishmas, ishtiribla yuriydi. Aman akıl tapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Aman akıl tapıdı, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Biz Baxtiyor aile. Oo, Mama tamam çıkmalıyım. Biz odun içimiz sıkmağına birden çıkar. Oka ma. Aman tut. Oka benim öylesem. Mana. Benim tutuysa oka. Aa, öldüm bu. Ha. Tüyper. Hemen ko. Hemen. Tuttuk ya. Acha, usak açtı tamak etme. Yo'g'on sho'pdi. Acha, Oo. iç bira. Quloq bo'lganki o'zing aytgina tuxum ko'rish ancha tasummisan. Kim var ilhamali? Kimdaydi? Kimdan qo'zg'ashgan bo'lsa shu o'zi ko'rib. Bu acha. Bira. Binolarda pul bormi? Unuttum. Bormi yo'q? Yo'q, qat'iy yo'q. Unda oshib turaylik. Baba. Şık öyle bak. Mina yanıldım şu. Ha, yetdi. Sizlar pastga tushib, banan bilan qitiqqa chiqsanglar, men sizlarga salat qilib beray. Sizlar omroq qo'y. Nima qilamdi? Bizga xarid beringmi? Voy, undoq emas. Sizlarga ichib beray dedim. Hey. To'noqda bada qoldi bu. Badi akşam tıkı. Kıyıkta. Ben içi ettim. Hoş bakalım. Interessant chatte. Ya. Yok digin tıkı. Akşam sen şimdi mi? Ya işte şimdi mi? Sen şimdi de. Kim işine almış kipinge?
Oğlum bugün to'g'ri kelgimi ofatdan boshqa hammanimi yeydigansan. Ha bo'ldi qilinglar işte pes tushib chiqinglar men sizlarga aytib beray. So'rayapsan. Unda siz o'zinglar aytib bering. Ma'qul. Jab kelsan. Pulashdik. Qisqida. Chiqmak chiqa. Ha, chopman. Ne gideceğim? Bakalım. Ha? Sen maşa yiyeceksin misin? Maşin? Dadam kerek maşa. Yiyeceğim misin? Egelayman. İşenmeyme. Ishonmaysan. İşenmeyme. Dadam endi o'tirib uyim qopdimi. Uni ustiga og'am. Dadam mashina o't oldiribdi deb ochiqishaveradi. Utaldırıp ben sana hitap etmez. Maşını yiyeceksin sen hitap. Ishonmaysan. İşenmeyme. Sabah geldi. Yapıklar. Yapıklar. Ne oldu? Olgan qo'y. Ne oldu? Yaxşı Tez ya. yapma. Og'amga. Vay balam, ne baktın mağan aklınızdan? Qarsak mı yolda bir işki maşın soğuşan tuttu. Şunu olan uyardı, tu. Yon bir yoldan ayrılır basak uyardı, üçlet maşına keyni geldi uğurlu getipti. Memleket boyunca şu bizden müşahitlanmış katnaş kalay makamı gideyimiz mi? Bir yol vermegen, bir tostu maşınız lan bak toptuğun. Şu maşının içine geçip kaldık olan. Ha, ne biçim otardın la? Ben salak beğendim. Çoğukturdum ha? Ha baktı balam. Bundan sonra saltanlı yatıla rahmet. Baldırak ana benala bu saate mektep muamma işte. İstegerek iyisi de. Qora üstüne bendek. Bakalım kundaklarımız. Qo'chim turibdi. Adam okup kalsa bunu tutulmasa. Tutamga demek mi? Apamga değil. Aman bunaqa qilganim avo jim turibdi. Saniye. Bak iştirek bulun ha. Ya Allah. Bir yer varılsam ben bir saat saklayayım dayım şeyden. Bak bir toyga varmagan degen, çoğayga vargan degen, onca da yasınıp japınıp ketiştim zaruriyeti yok. Bana iştirek bulun. Arslan. Hani sen? Geç kapılım. Oldu mu? Saniye. Ya Allah. Bakın. Oy. Yama yosh ketibsan bugun, ha? Yo'q. Sen mijozini ochib o'rtamga kutibda? Mana bilan, pes tushib olmasdan bu o't oldirib qo'y. Topshiriqim bo'lyapti. Ishlab bilmayman. Oy, nereden kun chiqib turgan sana? Deb topshiriq ishlarga kutibsan? Ma apangni birdan men saqlab turay. Ana shu mashinani qizg'ash tursin.
Topshiriqim bek chiqdi, ishlab bo'lmayman, molim tillaydi. Voy, yangilik bu. Ne? Nima gapni sen deyapsansan? Ya mashina o'toldirib qo'yib chiqqin desam, turdiqdanmi? Deyman, bek amroqdan qo'yma, dadan gap qilgan ekan. Topshiriqim ishlab bo'lmayman. Bo'pchi. Ma'qul. O'zim oldiray, Ma'qul. Bilan bo'libdi. Shundaymi? Unda topshiriqni obdan ishlab, konkursga o'ynab turgan bo'laman. Ya Allah. Faqat o'pkangiz yo'q ekan. Apam, papay kelib olgan, shuni izlab topaman. Ha, sizning bek o'pkangiz bor. Patam kun o'pkulan bek qilib o'pkangiz dov ketdi hazratcha. Voy, bu zabarka. Ayliqar. So'qitdi. Nima so'qitdi? So'qan qo'shnining bolasini ayliqar. O'pkichi Patamxonning bolasini. So'qitdi. Patamxon bolasi so'qitdimi? Yo'q, o'pkichi Patamxonning bolasini, sening Arslan yiqi. Men başta etken maşinada so'qitdi. Nima deydi? Qarasa tushgan bu Arslan etgan ham talon chiqmasa bu mashina o'tman tursa. Shu mashinadan so'qit oqi yondirmanda so'qitdi odiki Arslan Patamxonning bolasini. O'zimiz besilib turgan zam nima so'qitdi? Arslan uyda tuz. Men og'zni burdun o'qda qon chiqatmidi sen? Unda olmabdi. Shuni qaraganda qon ichiga tegib o'xshaydi maka. Voy, nagmaqdanglar. Nega qochmoqchi? Dal vaqtida kiribdiman a. Ya, ay, eski qo'tan mashinalarni o'yliq to'xtatib qo'yib, butun odamlar yo'lini to'sgan azab, yana mening bolamni so'rib soqatlar nima qilmoqchi? Ya, men qarab siz balki xatarishga o'xshaysiz. Bola o'tgandan sirib chiqmasa. Mashinalar chaqira. Benim qilibman chaqira. Men uni olib ketdim mashina deyman deb, o'qishda o'qisamadi deyman. Ya, balki uqishmas qo'ygan o'xshaydi. Bolamni mas bo'lib qolsam, bolaga jimo. Maslan boshqa yetmayman jimo bolamni desam qo'ysam. Bolasi nerede? Meni kim so'qatgan bo'lsa qachlar avval bolani bir doktorga olib qo'yishdi. Doktorga qarama. O'tiraman yoqqa. Ayol nima qilib bo'lish kerak? Men nima? Ko. Dadamni qo'ysa, xizmat qilaman. Hey, turishimga qiziqim ona. Men aşkisi bir chaqirib chiqay, tuzuk bir gap qilaman. Nega chaqirsinlarga? Soat necha bo'ldi hozir? Aytadigan maktab qo'raq shavishkisi. Obdan o'ttag'izga tarbiya qilsang ulgurmas. O'pkisining yo'qligi. Patamxonning qiziqga deyman. Qulim qo'shnida ashliqning yuzi yo'q. Nimani chiqib ketadimda bola ishdan bo'lmabdi-ku. Endi matchi deb mechvatgan bo'lsa yaxshi bo'lamdi. Hech nima bo'lmabdi edi. O'zingiz eshitmagan. Yo'q, anda doktorxonada jaqirab, numsimni keltirib haqni oldida. Sapa shunchalik o'qitindi. Alloh, ya Allah. Sizdan barcha muzaffar. Ha, desa damni shoppo, chimshak o'ttag'izib, bolamga mashina haydashni o'rgatman deb. Qanday qilsam bo'libdi? O'g'il bola o'g'andigan bunday o'g'il oldik olmamda. Nima qildingiz uni xini mijoz qilib? Shu yerda o'g'il oldik bo'pti. Ha, mayli. Ashta qilib pishdi o'g'il bo'ldigan. Mana bu ta'limimiz bor ekan. Muzabarka. Kartını unutib qaptım baya qarab. Ha, kirib bermanda. Mana kelam. Bo'ldi, o'xshash yenge. O'tiraman. Benim bo'lsa, bola saqyajmi? Shundan afkam. Gachchi demek matchidi bir qolgan bo'lsa, bir mey pop qolsa, bir ömür baqatingizdan to'lab qoldim, ha. Bolangiz 4 yil ekan to'qandim. Benim Xudoyim saqlabdi.
Allah Erkincan, Fukam, sizin bir işini aşırı ötedik. Bayatın siz bir şey güldüğüne girip, desti ötüp de, uru ötüp de, mici ötüp de. Balde. Kat qılmala. Elim bayataba Erkincan boğaçqa birma işlerimizni yordamlashsa balni uyatdim deb ko'taray yurib. Ya acha endi şu aylık nima deylik öpke o'xshagan xotin nima? Öpküçüma? Patamxon Endi bu patashqa öpke. Şu xotin aya varan çurun öp bolduma bilandan bir qatim şu ras endi balasini mijipli qo'ygan o'xshaydi deb men jugrab kirib emasman ka. İştigeni altağını ufrak qımmamdık deyim Fukam. Endi guna o'zimizda bo'lganda ekan, jim o'tirib so'zlab va menga balda kat qilib. İştigenimde yaxşı terpi qılımız Muzaffer. Bo'ldi. Ya acha tugdi qo'y endi ham ishtigab bo'ldik. Bol saqsalamatgan. Vaqtmi bu yerga kesho kitdi juma doktorxonada yuraverib ha. Kecha. Men chiqay juma. O'tirafkan bir qaytamasan. Xo'sh. Rahmat bu sizni avor qilib kecha o'g'ilda. Xo'sh. Mag'rufga men chiqmadim undasa. Chiqma. Ma'qul qo'shibkam. Yo Allah, nerede kaçan bir iş çıkarken de pürap jüremiz ki bu Erkincan mı? Hem işe aralışıp koydu. O'zimizga mazara qilib qo'ylik, guna o'zimizda. O'zimizga mazara qilib qo'ylar. Özümüz olsa mınçıda işte bundan koyup neymiş kılım Muzaffer ve kolum hoş diye basımız birbirimizni. Çay demleyim kızık kılay. Nima qilsanglar bir qilinglar. Sen bana işlep bir jüremsen? Ha? Beni bekar kaldın sen? Ha? Neymiş o? Ha, o havalık can yapılamadı kaç. Neymiş o? Nega son mashinasi qayerga Obdan qıpsa, edaqana qilding? Ha? tormozini sevdi. Mayında zaten. Hey, sen maşının tormozuyla meni farq etmege adam, maşina edemdigicha, qo'sqoldagi yerni edsan olmamdi. Ha? Nima bo'ldi? Sen nima kulaysan? Ha? Boshqa bolalar dotsini mashinasini haydaydi ekan u. Sen başkalarının balası mı? Hey, sen hazır neçe çıkırdın? Yapılar, sen neçe çıkırdın? Ha? Neçiye? Maşına neçe çıkırken de onundaki neydeydi o? 18 kırgendeki prava vergendeki neydeydi lan maşında gel? Ha? Sen yaş kuramını toşmağalığından maşına edisi bombaydıgallıkını, ha? Pravsız maşına edisi bombaydıgallıkını bilmem sen. Elimi yaxşı abalı sakın. Maşının avazdan qo'rqib ketib yiqilib chiqdi. Nava sen abalni bisirib, ha? Navada o'lib ketgan bosh qanday qilibdi? O'chab turib ketamdan, ha? Muzaffer, oldu bundakin diqqat qilsin. Men sana deb qo'yay. Sen 18 yoshdan burun pravsiz mashina edsan, bo'lmaydi. Islomon. Yo'q edimsa? Ha? Neyda? Yo'q, mashina bir nekapiray. Fukani kelgisili bir edimsa? Buna diken maşından yanına yıkık yemeysen. Sen mi şu? Çıkılıp. Hemen dikkat kılınlar. Bu öyle bunun diken menden başka adamdan maçlara çıkıp katlıyor ruhsat yok. Bunun diken ma dadağlar bugün digenge ben kulak çıktı ne balam? Muhtaz mı? Siz muhtaz mı Ilgarcan? Siz mi şu ha Şadiye? Bu ufkuda. Qaytib keldiniz mi? Nece geç kaldınız ha? Maşını imtihon yaptırdım gitkendim. Ha bo'pti. Qachon oshildi deydi? Yana bir 2 kunlik oshildaydi o. Aram eling ha. Arslan. Bundan keyin dadamning mashinasiga chiqilma ha. Ilg'ar balam sen endi dadamning kitobxonasiga kirib materiallarni qalam qaqtirma. Bulamda qachon o'z ishlab yurgan bu ikkisi. Qo'pollar topshiriqni yozinglar o'tamaydi.
Patamxona bolasini bir yo'qlab qo'yinglar. Bir tovoq qilamizlar. Qo'lim qo'ysa dimshatdi unisi. Men shuni o'ylayotdim. O'xshab qolganda u bola kechasi bir qiz deb qilmaganda. Gunoh bizda bo'lgan ekan. Baba. Chiqayjon. Kirib olma. Ha. Assalomu alaykum. Ha, bu balamızın nimqan qiliq bu. Yana bir ish bo'ptimi? Nima so'z biltamsa? Uy, Yana bir so'z bo'ptim deysiz o'qdaqa. men gapingizni tushunmadim. Balamni so'qotibdi. O'g'lingiz mashinada. Qarang, tushibdi yaga toza. Yo'q, uningda xabarimiz bor. Biz shu doktorxonaga olib bordik. Uningdan tekshirdik. O baldim cho'ng masala yo'q-ku. Uning ustiga shu bir yiqilib tushibdi. Mashinami bakkiliq tek ketganmi, yeri yo'q-ku hamda. Yiqilib tushibdi. Ha, mashina ovozida qo'rqib ketib, bola o'shidan ketib qolibdi. To'liq tekshirdik, doktor hech qanday cho'ng masala masala yo'q yo'q dedi. ekan. Shu to'liq tekshiribsizlar. Bildim. O'shidan ketibdi. O'shidan ketganda bilamizlar-da. Shu o'shidan ketib keyin shu o'shiq ketdi-ku. Shunda undan O'shig'i keldi. Ammo uning yuriga güp so'qdan qolibdi. Qo'rqib ketdi bola. Uy, shu adam deganning yurib shu güp so'qida shu güp taza deb so'qmaydi u. Bunda gap qilmaysiz demasiz. Bu normal odamning yuriga unda so'qmaydi. Qanday so'qidi? Güp. Bunda so'qdi. Men so'qsa, bu normal so'qqan yurak deymiz ma'noda. Araqimiz güp pishadigan. Yurakga shu güp so'qidi. So'qni to'xtab qoladi, odam o'ladi. Uni so'qish tuzab ketdi. Normal emas. Bunda. Çay içine öpkünüzde besilip bizden. tunaga tekshirsak, to'liq tekshirdik ha. Ha. Hech qanday Hech qanday cho'ng masala yo'q dedi shu. Boshqa masala yo'q-ku. Nani bo'z Xudoyim bir saqlabdi. Shu Xudoyim saqlabdi. Saqlovimiz qanday qildiringlar-da? Yo'q, saqlag'iniga shukr endi. Shukr deb o'tirgan gapmi shunda? Biz qanday qilamiz hamsa? Qanday qildinglar? Qanday qilsang to'g'ri bo'ldi-da? Gunoh menda bo'sildimi? Ya gunoh bizda shu bizni xato qilyapti, shu doktorxonaga olib bordik, tekshirdik. Boshqa hech qanday masala yo'q. Shu Men balon yurgini qanday qilaman-da? Vallahi yurgin hech qanday qilmaymiz, endi bu bir talla bozor sotilgan narsa emas, kan almasib sap qo'yildi desek, endi asosda yaxshi bo'lib ketdi. Aniq gapingiz demam biz. Men balon yurgini normal so'qdan qilish uchun men doktorxonaga olib borishim kerak. Psixik doktorxonaga ko'rsatishim kerak. Shunday qilamanmi-da bir qanaqada? Shunday bo'ladi. Shunday bo'lsin-da. Unda bo'lgandan keyin men buning uchun yoki doktorning oldiga qo'rqib bormasman qachon. Amin desa doktor menga balamni yaxshi davolab qo'yandi ya. Yo'q, uningga Biz apirlar. Bo'ldi, o'zim olib bormayman. Hamda. Yo'q, biz gunoh bizda biz olib bordik. Gunoh sizlar olgandan keyin sizlar olib borsangiz kerak. Ammo men daz olgandan keyin men olib boray. Ammo siz olib boring, siz olib boring. Unda siz olib boringmi? Ben undaq baramdım doktorun aldığa. Sizning Tunga patamxonaga berdik, pulni berdik. O patamxona bergansiz, patamxonaga beribsiz. Men degan men patamxonaga patamxon. Ikkimizning ayırım bu. Undaq. Demakchi bo'lgan aniq maqsadingiz bormaymiz. Pul ketadi demakchimi? To'g'ri. Uni Ma ketadi. Men beramdan. Albatta shunday qilasiz-da. Yo, shu biz tunaga doktorga Bol. Nesh pul ketadi? O'zingiz bir daqiqa. Yo'q, men uni uqmadim. Sizdan endi bu kirgandan keyin balkim ko'nglingiz san bordi. Ma'qul. Menda hamsa. Birlariz gap. 1000 so'm. Voy, tunaga tekshirdik, hamma narsa tushirdi. Davrdagi bir gapda kechkicha. Shatut qo'sha jadvalgandek. Bu menkoy ketmas, haqanchosin bir tekshirtgan biz ham to'liq tekshirtgandan keyin shu diagnoz olsangiz. Hozir doktorxona bilsangiz. Malum bazı üst ketdi mi yerda? Bilgansiz? Bu tushanda malum bazı o'sdi, sizning bolangizning bazı o'sdi. Menkoy basak tugamdi. Ha, tugaydi. Sizlar hech qanday bo'ldi. Ay. Qilaverdik bir gapda kechkicha. Shuni tugamdi. Menkoy basak tugamdi. Tugaydi. Hujjat yozishtamdiq ya. Buniki da'vo dasturingiz yo'qmi? Menkoy basak tuganmisa? Yo'q. Biz qulim qo'shni bo'lgandan keyin buni hujjat ketmas. Saniye, bir ishga chiqayotam bor. Nima
Kimdi bu? Assalomu alaykum. Alaykum. Qanday ahvol? Yaxshi. Yolg'izmi? Yo'q, o'zimizga ko'rinib kiram. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshqa ish yo'q, ana sizlar shu nima ish qilyotib kirgandim. Bizim şu başka şu bıçak bile patlagan. Mana shu bolalar kaychi tamoq qilg'ach turaymikin deb hozir keldim. Aras balanız qanday raqal yaxshi qoldi. Balam yaxshi. Balam yaxshi. Rast yaxshimi yo? Yaxshi. Tunugim pakisat oldi. Xudoyim oldinladi bir xijil. Voy, ya, bunday demang, biz xijilmiz deb qoldik. Voy, men boya shu o'z ko'zim bilan ko'rib boqayda bunaqa ko'z tushish apparatini boshqaradigan uyga kirib, Amalı saklaş bölümünden ha. ilk surat kimdu qarsam, Qorislanjon bolam mashina haydashdan sal burun, mening bolam toshqa putilish yiqilib chiqib emasmi? Maşını sokatmabdikan mı? Voy yo. Yomon sat qilib. Yo'q, bola emasmi? To'g'ri. Hozir yaxshi-ku. Yaxshi. Bola yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bolam bu yaxshi lekin Sizin mijozunuz yok mu? bu erim doktorxonaga kirib qoldi. Balınız yataktan çıktı, eriniz yatak kirdi. Voy, bu 3-4 oy bo'lib qolgan biroq. O'tdi odam bo'lib qolgan. İşmeyatqanmı? Ishmaydi. Shundamda bu odam bo'lib qolgan. Chiroyi qilib o'xshab qolibdi ras. Qaysi aqlsiz pul berdiki? Ilq chiqibdi yana aroq ichyapti. Aroq ichib qo'y tugisi mayildi-ku. Mashina soqilib putsinib hozir doktorxonada deyotdi. Pul bergan odamni tepib oladigan bo'lsa, mana shu tanamini 40 ga sotdim deyman. Bos ash doktorxonaga menga bora. Men erimni kuta. Lekin bos butun chiqimni to'ltib ilqinanga. Arz qilmay so'rqaman. Aras. Qachon xat bu? Tunugin. Sizning xatongiz chiroyli. Ana lekin ancha-muncha yozdigan arznamani men yozib bering. Kimning ustidan arz qilmoqsiz? Pul bergan Pul bergan odamning ustidan arz qilma. Bu soqayotgan shoferni tutamidingmi? Tutamidiq shu. Eringizni soqib o'tgani bizning mashina qo'y emas-ku. Yo. Adam hujum. Qo'rvat bo'ptimi? Sirtda bo'ptimi o'yi? Sirtda. Muzaffarka, ish otur. Muzaffarka, siz nima yaptınız? Başınızı soqavatdi. Birisi mashinasining oqisi bilan yondirib, sizning mashinangizni oldida soqavatdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim akam, o'z ko'zim bilan. Aytmakdan qo'rqishdi ular. Lekin sen yengil bilan o'kis bilan o'qdan gaplashib turman o'sha yerda boshqa. Kuchuklarga qolisni, yechib qo'yib, 5 yerim yo'q. Qanday